Qachon umraga boraman? Shu savolni har Ramazon o'zingizga berasizlar. Har yili bir xil manzara, saharli, iftorli, ibodat, duo va yurakni bir chetida yana o'sha orzu. Bizda Ramazon oyi uchun 3 xil paket bor. Ya'ni birinchi 10 kunligi, ikkinchi 10 kunligi va eng ulug'i 3-10 kunligi bor. Hammani holati boshqa-boshqa. Kimdir tezroq yetib borsam deydi, kimdir oxirgi 10 kunligiga yetib borsam deydi. Kimdir bo'lsa Ramazonni to'liq umrada o'tkazsam deydi. Bu Ramazonni-chi, uni Madinada, Makkada, Allohning baytida, Allohning mehmoni bo'lib o'tkazishga nima deysiz? Shu sabab ham paketlarimiz alohida. Sharoitlarimiz ham sizlar niyatingizga moslab tayyorlab chiqilgan va narxlarni ataylabdan bu yerda qoldirmaymiz. Sababi Ramazondagi umra bu oddiy sayohat emas. Bu niyatga qarab tanlangan safar. Bu imkoniyatni yana keyingi yilga qoldirmanglar. Sababi ba'zi chaqiriqlar hayotda faqat bir marta keladi. Biza bilan bog'laninglar, Ramazoninglarni umrada o'tkazinglar.